Mani klientlarim ikkalasi shunaqa alohida qilib nabor qilib olishyapti, chunki bu juda ham zo'r bir bilan ishlaydi. Bu juda ham zo'r porlarni tozalab beradi, cho'rin tochkalar, makiyajdan juda ham zo'r yechib beradi, SPF'larni ham. Bunisi esa qizlarim juda ham zo'r gidrofil nimasidan qolgan, u yaxshi tozalamagan narsani bu juda ham zo'r unaqa o'chirib beradi va bunisini nega ko'p qizlar tanlashadi, nega imенно shu rangidan olib keldim. Buni har xil lineykalari bor, chunki bu porlarni ham kichraytiradi va juda ham chiroyli qilib yuzni tozalab beradi va juda ham ekonomichniy qizlarim. Bittasi 6 oyga yetadi va xuddi shu qizlar kosmetika qimmat deysizlar, lekin buni bir marta olsanglar 1 yilgami, 6 oygami, xullas qancha ishlatishingizga qarab juda ham barakali, juda ham uzoqqa yetadi. Meni kosmetikam hali ham tugamagan qizlarim, hatto yarim yil olganman. Xullas shunaqa, обязательно shunaqa penkani ishlatinglar qizlar. Sovunda yuzinglarni yuminglar. So'ng bizning yuzimizni qaritadi, quritadi, защитный sloyimizni olib tashlaydi, keyin o'sha защитный sloy olib tashlangandan keyin dog'lar tushishni boshlaydi, yuzimiz ajinlar tushishni boshlaydi, yuzimizga har xil narsalar, qizil narsalar toshishni boshlaydi. Shunaqa bo'lmasligi uchun to'g'ri uxud обязательно tanlanglar qizlarim.